Ko'pchilik so'ragan hamyonbop aerogrillimizda tovuqning oyoqchalarini pishirib ko'ramiz. Uning uchun biz birinchi tovuqning oyoqchalarimizdan terib olamiz. Kartoshkamizni terib olamiz. Xuddi shu shaklda topib, o'z tepasida instruksiyasida ko'rsatilgandek tovuqni 200 gradusga 25 daqiqaga qo'yib yuboramiz. Oradan 25 daqiqa vaqt o'tdi va aerogrillimiz avtomatik tarzda o'chdi. Hozir biz buni ochib, pishganmi yo'qmi sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Wow. Hattoki suvlarigacha turibdi. Mana bizning tovuqimiz ham tayyor bo'ldi. Mehmonga kelsanglar o'z qo'llarim bilan tayyorlab beraman.